Demak, assalomu alaykum azizlar, yana bir bora sizlarga Turkiyaning eng go'zal viloyatlaridan biri bo'lgan Antalya viloyatidan sog'inchli salomlarimizni yo'llab qolmoqdamiz va bugun Facebook sahifamda xabar berganimdek, O'zbek go'zali, Samarqand go'zali, ajoyib opaxonimiz qolaversa Antalyadagi O'zbeklar uyushmasining eng faol a'zolaridan biri bo'lgan, yuragida o'ti bor opalarimizdan biri Ferzoxonim Izzatni xonadonidamiz. Xush kelibsizlar. Xush ko'rdik opajonim. Albatta siz bilan tanishishimizga mana Dilshodbek sababchi bo'lgandi. Bundan 1 yil oldin o'sha ilk bora ko'rishganimizda marafonda ko'rishgandik va bugun mana 1 yildan so'ng yana ko'rishib turibmiz. Allohga beadad shukrlar bo'lsin. Demak, bugun O'zbekistondagi vatandoshlarimizni ko'pchiligini qiziqtiradigan bir savol bor. O'zbek ayollari nima uchun Turkiyaga ko'p ketishyapti va nima uchun qolib ketishyapti u yoqda degan savollar qiziqtiradi ko'pchilik yurtdoshlarimizni. Keling shu savolni sizga bersak, qanday bo'ldi Turkiyaga kelishingiz? Nima sabab bo'ldi? Hamma uchun gapira olmayman. Hammani kelish maqsadi turlicha bu yoqqa. O'qishga kelgan qizlarimiz bor, keyin ishlab qolgan qizlarimiz bor, ishga kelgan ayollarimiz bor, turmushga chiqqan ayollarimiz bor. Men shu bolalarni o'qitamiz deb en boshda kelganmiz. Bolalar o'qidi, bolalarga qo'shib o'zim ham o'qidim, o'qishlarimni davom ettirdim. Va shu sabab bilan qoldik. Hozir ham ishlayman, ham doktorantura qildim. Doktorantura tadqiqot ishlarim hozir ham davom etyapti. Ya'ni bolalar buxonasida kelib joylashib qolib ketdik hozircha. Yaxshi. Mana bolalardan boshladingiz suhbatimizni. Inson hayotini poydevor bolalikdan qo'yiladi. Keling sizni bolaligingizga qaytaylik. Samarqandda tug'ilgan ekansiz, Toshkentda yashagan ekansiz va hozirda Turkiyadasiz. Siz bolaligingiz haqida biroz gapirib bering bizga. Bolaligim Toshkentni chekkaroq tarafida Ulug'bek degan bir shaharchada o'tgan. Juda ham porloq, yaxshi xotiralar bor bolaligimdan. Chunki u yerda yadro fizikasi instituti qurilib, O'zbekistonning turli hududlaridan fiziklar kelgan va olimlar shaharchasi deyilardi. O'sha paytda Sovet davri edi va boshqacha bir e'tibor bor edi. Chunki reaktor bor edi u yoqda, fizika instituti O'rta Osiyoda bir namuna bo'lgan institut edi. Stadionimiz ham bor edi, basseynimiz ham bor edi, o'rmonimiz, musiqa maktabi hech bo'sh o'tmagan bolaligim va hali aytganimdek juda ham xalqaro nima deydi uni, baynalminal bir muhit bor edi. Shu shaharchada katta bo'lganman, ta'lim olganman. Ota-onam doimo o'qish va yana o'qish deb ta'limga juda katta e'tibor berishgan. Haligacha minnatdorman buning uchun ota-onamga. Va shu voyaga yetib, maktabni bitirib, Toshkentdagi Jahon tillari universitetida o'qidim. Men ham o'sha yerda o'qiganman. O'sha yerda o'qiganman, mana tarjimonlik bo'limida. Undan keyin shu Turkiyaga kelgandan keyin aytganimdek 40 yoshimda magistratura qildim. Tarixga qiziqishim bo'lgani uchun tarix sohasida magistratura, undan keyin doktoranturani tugatdim Marmara universitetida. Hozir Antalyaga kelib, Antalyada ishlab yuribman. O'zbekning mana shunday ziyoli, oqila, ilmsevar qizi O'zbekistonda ko'proq foyda beradi xalqimizga, lekin taqdir, albatta farzandlarning kelajagi muhim. Mana azizlar, guvoh bo'ldingiz, Ferzoxonimni bolaligidan boshladik suhbatimizni. Mana endi bugun Turkiyadasiz, farzandlaringiz ham katta bo'lishgandir, o'qishayotgan, ilm olishayotgan albatta. Tabiiyki ilmga sarflangan mehnat bir kun albatta samarasini beradi inshaalloh. Balki farzandlaringiz bizni vatanimizga ham qo'llaridan kelgancha o'zlarini hissasini qo'shadi albatta. Vatandan uzilganimiz yo'q. Men masalan bu yerda magistraturam ham, doktoranturam ham O'zbekiston bilan bog'liq. Ham turklarga
o'zimizni o'zbek tarixini tanityapmiz, ham yana baribir bir oyog'imiz O'zbekistonda. Chunki tarix sohasini tanlagan paytimda aynan umumiy turk tarixini tanladimki, o'zimiz vatanga yaqin bo'laylik, o'zimiz vatanimizni ham tarixini o'rganay, ham Turkiya bilan qanaqadir bir hamkorlik ham bo'ladi deb. Xuddi shunday qizlarim ham, katta qizim bu yerda huquq o'qidi, lekin u ham baribir O'zbekiston bilan juda ham chambarchas bir bog'liq. Turkiyada o'zbek uyushmasi, o'zbek jamiyati bilan juda yaqin hamkorlik qiladi, ham O'zbekistondan kelgan va huquqiy maslahatga ehtiyoji bo'lganlarga maslahat berib turadi. Ya'ni Turkiyaga kelganimiz O'zbekistondan uzoqlashib ketdik degani emas, qaytanga Turkiyaga kelgandan keyin yana ham O'zbekistonga bog'landik. Mana bu yerda o'zbeklar uyushmasini ochdik. O'zbeklarni bir tom ostida birlashtirishga, ahil qilishga juda katta bir tashabbus bu. O'shaning uchun O'zbekiston ichimizda, qayerga borsak ham. Bilasizmi, men bitta orzuyim bor, hamisha amalga oshirishni xohlayman. Masalan, ko'pchilik insonlar, mashhur inson deganda ko'proq san'atkorlar ularni ko'z o'ngida jonlanadi. Masalan, hofizlarimiz yoki raqqosalarimiz yoki san'at ahli. Aslida mana olimlarimiz bor, mana turli sohada yangiliklar yaratayotgan, o'sha dunyoga o'zbekni kim ekanligini tanitayotgan olimlarimiz bor. Mana yaqinda Anqarada Ahmad al-Farg'oniy bobomizni byusti ochildi. Bu ham o'sha bizni yana bir bora g'ururlantirdi. Meni orzuyim, Xudo xohlasa, mana shunday insonlarni, ko'proq nazardan chetda qolayotgan insonlarni xalqimizga tanitish, o'sha olimlarimizni ilmlarini tanitish. Masalan, O'zbekistonda professor olima opamiz bor, zaytun daraxti yetishtiryapti. Masalan, O'zbekistonda ayol kishi ilk bora o'shalarni bir dunyoga chiqarishni xohlayman. Balki birgalikda o'zbek jamiyati uyushmasi, Xudo xohlasa shu ishlarni qilarmiz. Mana endi so'z mana shu o'zbegim uyushmasiga kelmoqda. To'g'risi ilk bora qatnashdim Antaliyadagi mana shunday festivalda. Kecha juda ham chiroyli o'tdi. Hamma ayollarimiz bir bo'lib, kimdir somsa qilgan, kimdir non qilgan, kimdir osh qilgan. Odamni g'ururlantiradi. O'sha xalqimizda so'z borki, birlashgan o'zar, birlashmagan to'zar. O'sha bekorchi gaplar bilan inson bir-birini xafa qilgandan ko'ra, mana shunaqa birlashib, o'zini ko'rsatib, masalan, qanday bir xalqni farzandi ekanligini ko'rsatish yanada yaxshiroq, to'g'rimi? O'shaning uchun biz mana shunday yaxshi tomonlarimiz bilan bir-birimizga yaqinlashishimiz kerak va xursandman mana shunday ajoyib insonlarimiz borligidan, sizga o'xshagan oqila, ziyoli insonlarimiz, ayollarimiz borligidan. O'zbek ayollari bu yerda bekorchilik bilan emas, mana shunday chiroyli ishlar bilan shug'ullanayotgani meni yanada faxrlantirdi. Demak, birlashgan o'zar, birlashmagan to'zar deydi azizlar. Shuning uchun Turkiyani qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar o'zbegim uyushmasiga bog'lanishga harakat qiling. Chunki Xudo xohlasa bu uyushma hali biz ko'p ishlarni birgalikda bajaramiz. Mana albatta yangi tashkil topdi bu uyushma. O'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Hech bir daraxt mana shu chiroyli gul ham o'zidan o'zi o'sib qolmagandir. Qancha mehnat qilgansiz, to'g'rimi? Birinchi sotib olgansiz, keyin uni kichkina tuvakdan katta tuvakka o'tkazgansiz, qancha mehnat qilgansiz yoki mana shu qo'l ishi mehnati, qancha ko'z nuri sarflangan. Demak, bu uyushmaning ham rivojlanishiga faqat Dilshod yoki faqat Feruza Izzat yoki faqat Nazira bilan hech ish bitmaydi. Shuning uchun birgalikda bir mushga aylanishimiz kerak. Shu o'zbekning kim ekanligini yana bir bora ko'rsatib qo'yishimiz kerak, aziz vatandoshlar. Nima kamchiliklar bor? Masalan, balki xalqimiz orasida juda ham bir ham ma'naviy, ham moddiy jihatdan boy insonlarimiz bor. Ular tayyor turishibdi. Qanaqa yordam kerak sizlarga o'zi deb aytasiz? Avvalambor uyushma tuzilgani juda ham xursand qildi meni haqiqatan ham, chunki masalan Istanbulda ham yashadim. Istanbulda o'zbeklar ko'p juda ham va uyushganda qanaqadir bordi keldilar bor. Antaliyaga kelganimda eng meni ko'p qiynagan narsa shu narsa bo'ldi, xuddiki balig'i suvdan olib bir chetga tashlab qo'ygandek.
o'zbeklar borligini eshitaman, lekin hech biroriga Ko'rolmaysiz. ko'rolmaysiz. Mana hozir albatta bu tashabbus Dilshoddan chiqdi. Dilshod bosh bo'lib hammamizni ochaylik qilib mana shu Ramazon oylarida ochildi uyushmamiz. Yaxshi bir nima deydi, nimalar bilan? Tashabbuslar bilan ochildi. Bismillah deb boshlagansiz. Bismillah deb boshlandi. Shuni bir barakasimi deyman, juda qisqa muddat ichida yoki hamma ham shu menga o'xshab, Dilshodga o'xshab qaniydi yig'ilsak deb turgan ekanmi, juda qisqa payt ichida ko'p tadbirlar qildik va juda chiroyli o'tdi tadbirlarimiz. Eng birinchi Navruz bilan boshladik. Navruzdan keyin to'g'risi men o'zim unchalik kutmagan edim. Qani o'zi o'zbeklar kelarmikan? Bitta shu gruppaga yozilgani bilan kim qo'lida nima kesib pishirib olib kelgan, dekoratsiyaga narsalar olib kelgan, sahna ko'rinishi qilgan, juda chiroyli o'tdi. Xuddi maktabda tayyorlanadiki, bayramlarda hammamiz birgalashib. Kutmagandim shunchalik. Undan keyin mana sumalagimiz a'lo darajada o'tdi. O'shanda ham hamma uyidan narsalar pishirib kelgan, xizmatini ayamagan. Hammaga ism ayta olmasam ham, lekin o'sha sumalakka, Navruzga, tadbirlarimizga hissasi qo'shgan. Shunchalik kelib o'sha yerda mana o'zbekman, men sizlar bilanman deb qatnashganlarga tashakkurimni izhor etaman. Alohida. Endi nima kamchiliklarimiz bor? Albatta biz yangi jamiyat bo'lganimiz uchun hali kamchiligimiz ko'p. Bu tadbirlarni hammasini o'zimiz kuchimiz bilan qilyapmiz. Bir og'iz gap, mana kechagi festivalda ham videolarga oldingiz ko'rsatasiz. Eng boy dasturxon bizning dasturxonimiz bo'ldi, chunki o'zbek hamma joyda ovqatlari bilan peshqadamlik qilib ko'rsatadi. Ayniqsa palovimiz oldin qarashib yeyishdi. Lekin o'shani ham talabalarni bir og'iz iltimosi bilan, talabamiz biz xohlayapmiz madaniyatimizni ko'rsatishga, qo'lingizdan kelsa kim nima qila olsa, mana shu ovqatlarni ro'yxati bor, bizga yordam beringlar deb bir og'iz iltimosiga shu yerda yashaydigan o'zbeklar albatta deb oshig'i bilan pishirib olib kelishdi. Hatto bir qavm talabalar meni uyimga ham keldi. Bu yerda ham bir narsalar qovurma, chuchvarayu ovqatlar qilishdi. Endi kamchiliklarga keladigan bo'lsak, bizga homiylar kerak. Homiylar kerak, chunki juda katta planlarimiz bor, qilmoqchi bo'lgan ishlarimiz bor. Bu hamma narsasi aylanib tabiiyki moddiyatga boradi. Nafaqat moddiyat, ya'ni qo'ldan kim nima kelsa, hech bo'lmasa duo qilib turishsin, to'g'rimi? O'zbekman, men ham shu yerdaman, hatto bu yerda bo'lmasa ham, uzoqda bo'lsa ham, meni qo'limdan shu keladi, sizlarga mana shunaqa yordamim tegishi mumkin deyilsa, har qanaqa yordamga biz quchoq ochamiz, rahmat aytamiz va jon deb qabul qilamiz. Aytganingizdek, hech bo'lmaganda sizlar yaxshi ish qilayotgan ekansizlar, men kuzatyapman, Antaliyaga borganda sizlar bilan uchrashaman deydiganlarni ham juda xursand bo'lib qabul qilamiz, mehmon qilamiz va tanishamiz. Inshaalloh xalqimizda o'sha ma'noli maqollar juda ham ko'p, toma ko'l bo'lur deyishadi. Inshaalloh vatandoshlarimiz balki O'zbekistondan turib ham kerak bo'lsa, men yordam beraman uyushmaga degan bir fikrlar tug'ilib qolishi mumkin. Albatta biz ochiq eshiklarimiz. Hozir hamma narsa oson, bog'lanish. Biror narsa kerakmi deb so'raladigan bo'lsa, hozir bizga shu kunda kerak bo'lib turgan narsalarimiz o'choq kerak, qozon kerak. Chunki mana shunaqa festivallarda osh qilishimiz mumkin, tarqatishimiz mumkin. O'shaning uchun bu narsalar kerak. Milliy kiyimlar kerak. O'zbekiston atributlari kerak. Chunki mana shunaqa o'lka tanitim yo bo'lmasa madaniyat tanitim kunlarida turklar ham, bu yerga kelgan turistlar ham juda ham qiziqib stolga kelib, bu nima deb qiziqib so'rashadi. O'shaning uchun nimani tanita olsak, posterlar, masalan, rasmlar, qanaqa chiroyli bizning joylarimiz bor. Antaliyaga kelgan turistlar O'zbekistonni rasmlarini ko'rib ham, u yerdagi shu biz ko'rsatgan narsalarni ko'rib ham O'zbekiston ham
chiroyli joy ekan, borishim kerak ekan deb, balki keyingi manzillari O'zbekiston bo'lar. O'shaning uchun men shu mutasaddi balki turizm rahbarlari va konsulxonadagilardan ham iltimos qilmoqchi edim. Bu tarafdan bizga yordam bersalar, bizga ham bu juda katta rag'bat bo'lardi, keyingi ishlarimizga katta motivatsiya bo'lardi. Inshaalloh mana rahbarlarga so'z boshladingiz. Rahbarlarda albatta rahbarlarda gap ko'p. Rahbar bo'lish mumkin, masalan, bitta korxonaga, bitta jamoaga, bitta katta bir saroyga, lekin rahbarning ham rahbari bor. O'sha yurtboshimiz hamisha kuyunib gapiradilar. Rahbarlik juda ham bir mas'uliyatli ish. Mana biz har kimning o'zini tashvishi bor. Antaliyada, Turkiyada yashayotgan har bir insonning o'ziga yarasha tashvishi bor, ishi bor, oilasi bor. Lekin biz o'zbek farzandi bo'lganimiz uchun o'sha yelkamizda o'zbek xalqimizni, o'sha milliy ma'naviyatimizni tanitish, madaniyatimizni targ'ib etishlik bir mas'uliyatni, yukni his qilib turamiz. Hamisha masalan bir narsa gapirayotganimizda, ha shu gapni noto'g'ri gapirib qo'ymay, chunki men o'zbekman. Bir kiyim kiyganimizda bir xunuk kiyim kiymay, men o'zbekman, orqamda millatim turibdi, uni uyaltirmay degan fikr hamisha miyamizni bir chetida turadi. O'shaning uchun mana rahbarlar deganimizda ko'pgina tadbirlarda, masalan Ozarbayjonlarni tadbirlariga boramiz, festivallarda syomkalar qilamiz. Ba'zan o'zbek chodirini topa olmaymiz. Chodir bo'lsa ham bo'm-bo'sh turadi. Ko'p men shu holni guvohi bo'lganimda juda ham xafa bo'ldim. Men aytdim, Turkiyada O'zbekiston vakolatxonasi yo'qmi? O'zbekiston bilan nima dedi? O'zbekistonni targ'ib qiladigan bir rahbarlarimiz yo'qmi? Nega ular bu yerda emas degan fikrlar kelardi va lekin mana shu Dilshodbekni O'zbegim uyushmasini ochishi menimcha katta bir ish bo'ldi. Xudo xohlasa biz birgalikda o'sha iste'dodimizni, mahoratimizni ko'rsatsak, inshaalloh ular ham keyin qarab, demak biz qanday chiroyli millat ekanmiz degan bir fikrga kelsa. Nazira masalan shunga ehtiyojimiz borligini balki bilmayotgandir. Bo'lishi mumkin. Menimcha iltimosimizni eshitgan har qanday rahbar, biz chunki o'zimiz uchun xohlamaymiz buni. Millatimiz uchun, yurtimiz uchun xohlaymiz. Jon deb yordamini ayamaydi. Vatan uchun ishonaman men. Erkin Vohidov shoirimiz aytgandek, tarixingdir ming asrlar ichra pinhon o'zbegim, senga tengdosh Pomiru, oqsoch Tiyonshon o'zbegim. O'zbegim haqiqatan juda katta millat. Mana Turkiyaga kelgandan beri chindan ham har narsaga bir boshqacha nazar bilan qaraysiz. O'zbek xalqi, o'zbek millati chindan ham bir donishmand, faylasuf millat, sabrli, mehnatkash, eng asosiysi ayollarimiz ham, erkaklar ham birday o'sha oilam uchun deb mehnat qilishmoqda. Hech bir joyda masalan bekorchi yurgan o'zbekni men ko'rmadim. Hamma o'z ish bilan band va inshaalloh shunday millatni vakillari bo'lganimizdan xursandmiz. Feruza opa, mana birgalikda mana shu to'g'ri aytdingiz, biz o'z oilamiz uchun bizga qozon kerak, bizga kapkir kerak demayapmiz, aziz vatandoshlar. Biz mana shu o'zbek millatini yanada o'sha kengroq tanitish, targ'ib qilish maqsadida mana shunday musofir o'lkalarda harakat qilyapmiz va sizlar ham bunga o'z hissangizni qo'shishingiz mumkin. Hech narsa qila olmasangiz ham ikki qo'lingizni mana shunday duoga ochib, Allohim mana shu Turkiyadagi o'zbeklar uyushmasiga o'zing madadkor bo'lgin, nima maqsadlari bo'lsa amalga oshsin deb duo qilib tursangiz ham mana shunday amin deymiz. Inshaalloh Allohning o'zi bizga madadkor bo'ladi. Feruza opa, endi mana hozirgi kunda siz Bilkent universitetida, bilim universitetida ustozlik qilayotgan ekansiz. Shu haqida ham gapirib bering. Hali aytganimdek, Jahon tillari universitetini ingliz tili bo'limini bitirganman. Turkiyaga kelganimda o'qituvchi bo'lib ishladim. Oldin Istanbulda ingliz tili o'qituvchisi maktabda ishladim u paytda. Antaliyaga kelish sababim ham Antaliyada universitetda ish topganim bo'ldi va shu bahona Antaliyaga keldik. Hamma Antaliyaga dam olishga kelsa, biz ishlashga keldik. Aynan. Mehnat buni nima deydi, avantaji, kesarsiz yaxshi tarafi, buni bitta katta yaxshi tarafi bor. Mehnatimiz ham, dam olishimiz ham shu o'zida, dengiz yonida.
Bu yerda Antaliya bilim universitetida dars beraman. Universitetni asosiy ta'lim tili inglizcha bo'lgani uchun oldin hozirlik, ya'ni tayyorgarlik kurslarida dars berardim. Hozir markaziy binoga o'tkazishdi. U yerda akademik ingliz tilida studentlarga, talabalarga dars beraman. Bu orada aytib o'tay, juda ham ko'p qozog'istonlik, qirg'izistonlik, ukrainalik, rossiyalik, ya'ni SNG davlatlaridan, SNGni o'zbekchasi mustaqil MDH davlatlaridan juda ko'p talabalar bor, lekin afsuski o'zbeklar juda kam, bitta ikkita chiqib qoladi. Balki bu biroz qimmat bo'lgani uchun bo'lishi mumkin. Lekin xohlardim o'zbeklar bilmasligi ham mumkin, masalan, ko'p talabalar bo'lishi mumkin. O'shaning uchun bu uyushma, O'zbekim uyushmasi juda ham katta yordam beradi azizlar. Bu uyushma bilan yaqin bo'lsangiz, o'sha o'zingizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni mana o'z ishini ustalaridan o'rganishingiz mumkin. Masalan, farzandingiz Turkiyada o'qimoqchi, bilim universitetida ingliz tilidan saboq olmoqchi, bemalol Feruza opaga murojaat qilishingiz mumkin yoki Dilshodbekka sog'liq taraflaridan, masalan, hech kimga Alloh xastalik bermasin, lekin kim yaqiningiz xasta bo'lsa, ulardan ma'lumotlar olish mumkin. Davom etamiz. Olish mumkin, to'g'ri. Keyin demak, u yerda o'z o'rningizga egasiz. Hozircha mana 5 yil bo'ldi. O'sha ayni pandemiya davrida kelgandik, ko'chib. Kelgan paytimda ikkita chemadan bilan keldim, o'g'limni olib. Hali bu yerda ishla olamanmi, ishlaolmaymanmi, yasha olamanmi, yashaolmaymanmi deb, yo'q, mana jasorat bilan yo'lga chiqibsiz. Qoldik. Hozircha shu yerda rizqimizni topib, terib, yeb yuramiz. Feruza opa, nega bu ayollar bunchalik tavakkalchimizmi yoki jasoratimiz juda ham yuqorimi? Ya'ni hech narsadan qo'rqmasdan Allohga tavakkal qilib yo'lga chiqamiz hamisha. Yo'q, qo'rqmasak bo'ladimi? Qo'rqish bo'ladi, lekin aytganingizdek, balki hayotiy shartlar, balki o'zimizni qonimizda bordir, bilmayman. Men endi faqat ayollar deya olmayman, erkaklar ham bor, unaqa tavakkalchi. Shunchaki nimaga ayollar ko'zga ko'rinadi? Biz ayollardan bu narsani kutmaymiz o'zi aslida. Ayol xasma deymiz. Ayol shu erkakni bir anaqasidek, nima deydi, bir zapchasi deymizmi, yo bir ya'ni ko'p yukni erkaklarga yuklaganmiz, to'g'risi. Lekin erkaklar boqish kerak bizga, erkaklar pul topish kerak degan tushuncha bordir balki. Lekin ayol ham qo'lidan keladi. Buni tarixda ham juda ko'p o'rnaklari bor, hozirgi hayotda ham juda ko'p o'rnaklari bor. Men faqatgina endi sal mavzudan chetga chiqdi. O'zbekistondan Turkiyaga ishlashga kelgan ayollarni afsuski bular bilamiz, Turkiyada nima qilib yuradi deb qanaqadir yomon maqsadlarda keladi deb o'ylashadi. Shuni aytmoqchimanki, aslida unday emas. Shuni aytmoqchimanki, mana 13 yildan beri men Turkiyadaman. Albatta, har bir millatda har xil odam bor, erkak bo'lsin, ayol bo'lsin. Lekin bu yerda ishlab pul topib, ham o'zini, ham oilasini, ham farzandini boqayotgan, O'zbekistonga pul jo'natayotgan, peshona teri bilan juda qiyin sharoitda ishlab yurgan o'zbek ayollarimiz bor va men xohlamasdim Turkiyaga kelgan ayollarni qora non bilan yomon bir ish qilib yuribdi deb gapirishlarini xohlamasdim. Va bir narsa aytmoqchiman, bu yerga kelgan, ishlashga kelgan erkaklarda nima qilsa ham, ha bilamiz, bu erkaklar nima qilib yuribdi deyishmaydi. Lekin nimagadir achinarlisi, eng achinarlisi, o'sha yomon ish qilib yursa ham, masalan, erkak ichsa ham, boshqa qilsa ham, u Turkiyada yomon yo'lga kirib ketdi deyilmaydi, lekin ayollarga afsuski mana shunaqa tamg'a uriladi. Shu bahonada men aytmoqchimanki, iltimos vatandoshlarimiz unaqa umumiylashtirmaylik. Bu yerda juda halol, pok, halol peshona terisi bilan rizqini terib yurgan ayollar juda ko'p. Bizni maqsadimiz ham, masalan, meni mana shu ko'rsatuvlarni inshaalloh zanjir sifatida tayyorlamoqchiman va insonlarni mana shu noto'g'ri fikrlarni, noto'g'ri shakllangan fikrlarni mana shu tumanlarda tarqatib yuborishni xohlayman. Mana ayollarimiz
biri siz, biri men qilayotgan ishimiz ma'lum. Jurnalistlik faoliyatini olib boryapman. Siz mana o'zingizni ustozlik faoliyatingizni olib boryapsiz. Shuning uchun aytamanki, bir-birimizni bo'lgan-bo'lmagan fikrlar bilan charchatib, asabimizni buzish emas, balki qo'limizdan kelgan yaxshi ishlarimiz bilan bir-birimizga yordam berishimiz kerak, azizlar. Yaxshi insonlar hamma joyda bor va yomon insonlar ham hamma joyda bor. Mana o'zbegimni munis bir ayolni ko'rib turibsiz. Qoshi ham joyida, ko'zi ham joyida, hech qanaqangi botokslar yo'q, ortiqcha bo'yoqlar yo'q. O'z ishi bilan, o'z hayoti bilan, o'zini farzandlari kelajagi uchun qayg'urmoqda va buni ustiga vatan kelajagi uchun, vatan qayg'usi bilan ham yashamoqda. Qanday qilsam shu o'zbegimiz uyushmamiz chiroyli bo'ladi, qanday qilsa yaxshi bo'ladi deb mana yelib yugurib harakat qilib yurgan ayollarimizdan. Bunaqa ayollar juda ham ko'p. Xudo xohlasa o'sha oilalarda xastalarga, kasallarga boqayotgan xotin-qizlarimiz haqida va boshqa ishlarda ishlayotgan otalarimiz, akalarimiz, opa-singillarimiz haqida ham davomli ko'rsatuvlar qilib borishga harakat qilamiz va bu borada bizga O'zbegim uyushmasi yaqindan yordam beradi. To'g'rimi? Albatta, albatta. Nazira juda ham yaxshi ishga qo'l uribsiz. Haqiqatan ham bu yerda yashayotgan har bitta o'zbek vatandoshini o'zini bir hikoyasi bor. Yaqinroq tanishsangiz xuddi bir yangi kitob kashf qilgandek bo'lasiz va bunday insonlar xalqqa tanitish kerak. Menimcha o'zbek xalqi uchun ham qiziq, qani O'zbekistondan Turkiyada bu ayollar nima qilib yurgan ekan? Ularni bir ko'rsatib, mahallada durdi gap. ko'rsatish kerak. Inshaalloh. Xuddi mana biz uchun Amerika qanchalik xayol bo'lsa, okean ortidagi mamlakatda, Turkiya ham O'zbekistonda yashayotgan ko'pchilik vatandoshlarimiz uchun o'shanday bir orzu va sehrli diyor. Dengiz bor masalan, ajoyib havosi bor masalan, go'zal bir mamlakat. Albatta bu mamlakatga kelish uchun eng bo'lmaganda o'sha o'zini dardini aytib bera oladigan darajada til o'rganib kelsa, juda ham yaxshi bo'ladi, to'g'rimi? Chunki til bilmaslik insonni har xil og'ir ahvollarga solib qo'yish mumkin. Mana siz ham shuncha tashvishlardan ortib YouTuber, blogerlik bilan ham shug'ullanayotgan ekansiz. Men ham sizni yoningizga kelishdan oldin ba'zi videolaringizni ko'rdim, juda ham yaxshi. Demak, Feruza Izzat nomi bilan kanalim bor. Kanalingiz bor. Ancha bo'ldi, menimcha bir 6 yildan oshdi kanalni ochganman. Kanalimni ochishdan maqsad Turkiyani sayohat qilib o'zbeklarga tanitish bo'lgan. Sayohat kanali sifatida ochildi eng boshida. Lekin oraga doktorantura kirdi, undan keyin pandemiya boshlandi va bir muddat kanalim yopildi. Ya'ni men rivojlantira olmadim. Bir yildan beri qaytadan jonlantirishga harakat qilyapman. Har hafta bitta video qo'yaman deb o'zimga bir maqsad qo'yganman. Hozir juda oldingidek ko'p sayohat qilishga imkon yo'q. O'shaning uchun ba'zan mulohazalarimni yoki tarixiy faktlarni shu uydan turib gapirib beraman. A'zo bo'lsanglar va kanalimni kuzatsanglar juda ham xursand bo'laman. Biz sizni kanalingizni albatta kuzatamiz. O'zbekistondagi vatandoshlarimiz ham kuzatishadi inshaalloh. Chunki siz ularga foydali maslahatlar berasiz, to'g'rimi? Masalan, boya aytib o'tganimdek, kimdir o'g'lini, kimdir qizini xorijiy davlatlardan birida yoki Turkiyada o'qitmoqchi bo'lsa, siz ularga to'g'ri maslahatlarni bera olasiz, bepul maslahatlarni bera olasiz. Berishim mumkin. O'zi aslida kanalimni ochishdan maqsad Turkiya deganda biznikilar yo bozorni tushunadi, Istanbulga borib savdo qilish tushunadi, yo shu sayohat desa ham sayohat qilganlar Antaliyada otelda qolib mehmonxona turizmini faqat bilishadi, lekin Turkiya juda ham xilma-xil, rang-barang bir davlat. Tabiati ham, madaniyati ham juda chiroyli va xilma-xil. Meni maqsadim Turkiyani boshqacha tarafdan ko'rsatish bo'lgan o'zbeklarga va ancha odam meni kuzatdi o'sha paytda, hammasiga rahmat aytaman. Ya'ni maqsad shu bo'lgan. Turkiyani o'zbeklarga faqatgina savdo yoki faqatgina mehmonxona turizmi deb emas, boshqa jihatlarni ham ko'rsatish bo'lgan.
Katta rahmat Feruza opa, mana mazmunli suhbat bo'ldi. Chindan ham ba'zan inson mana shunday samimiy suhbatlarga ham muhtoj bo'ladi. Kecha mana shu festival bahonasida o'zbeklarning orasida o'zimni juda ham bir vatanimdagidek his qildim. Juda ham haqiqatdan ham ayollarimiz ham, erkaklarimiz ham juda ham bir haqiqatdan ham bir yaxshi insonlar, samimiysiz, masalan, hammasi. Alloh barcha insonlarning mushkullarini oson qilsin. Mana shunday rizq umidida kelgan barcha insonlarning mushkullarini oson qilsin. Mana sizga ham boqib turib o'zbekdan bir munis ayolga qarab ko'rib turibmiz. O'sha Gulsimonovani bir qo'shig'i bor edi. Ayol zoti, qirqta joni bor ayol. Ayol zoti, shirin so'zning gadosi. Ayollarimiz hech qachon shirin so'zning gadosi bo'lmasin. O'sha erkaklarimiz hamisha ularni shirin so'zlar bilan siylab tursin. Chiroyli ko'ylak olib bera olmasa ham, chiroyli zirak olib bera olmasa ham, o'sha shirin so'zlarni ayamasinlar. Mana shu gullaringizga qarab ham sizni qanday bir qalbi go'zal inson ekanligingizni yana bir bora ko'rdik azizlar. Shuning bilan hali siz bilan suhbatimiz davom ettiramiz. Bu nima deydi? Mana shu O'zbek jamiyatining uyushmasini o'sha a'zolardan eng faol a'zolardan biri bo'lganingiz uchun Dilshodbekdan keyin sizni mana shunday suhbatga chorlashni xohladik va juda ham chiroyli suhbat bo'ldi. Inshaalloh aytib o'tganimdek azizlar, O'zbegim uyushmasiga a'zo bo'lishni xohlasangiz, mana shu Dilshodbekka, Feruza opaga murojaat qilasizlar va bizlarga inshaalloh birgalikda hammamiz bir bo'lib mana shu vatan uchun, kelajagimiz uchun harakat qilamiz. Agar bizga bugun mana shu mahallangizda ko'rsatadigan joylaringiz bo'lsa, ko'rsatishingiz mumkin. Albatta. Katta rahmat Nazira, kelganingiz uchun, chiroyli suhbat uchun. Rahmat sizga. Qadamingizga tasanno. Hali ichimizda ko'p gaplarimiz bor. Xudo xohlasa yana gaplashamiz. Rahmat. Minnatdorman.